Assalomu alaykum, beruni ahli. Bugun 28-iyul 2026-yil. Yana volkamizga yana bir qisqacha ko'rgazib o'tamiz. 100% qurib bordi o'zi bari. Yaqindan bordi. Bari qurib bordi o'zi. Kunlarimiz issiq 40 gradus issiq bo'lib turibdi. Adresni aytib o'tsam, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruni tumani Sarkobov edi. Bu yog'imiz Boston Pavorot. Beruni sentrdan Bostondan kelinadi. Bu yog'imiz O'razboy Jumaniyat maktabga, Xayrli buva masjidga boriladi. Yo'l bo'yida yana volkamiz qamadi. Yo'ldan ko'rinmaydi. Bu yerda mana tegirmadan qo'yib qo'yibmiz ko'rinish uchun. Ichkarida turibdi yana volkamiz. 100% qurib turibdi yana volkan borini. Hozir yana bir klientimizga operatorimiz 200 dona bu. Mashina o'zi 210 dona siyadi. Normalniy bo'lib joylashadi. Kimga kerak bo'lsa, telefon nomerni ekranga yozib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. Yana volkar bor. Bu yerda ugl latoklar bor. Bularni zakazga chiqaramiz. Zakaz etsanglar qo'yib beramiz. Ugl latok. Hozirda shu bir tur yana blogimiz bor. Buni razmerini aytib o'tsam, 20 ga 30, uzunligi 60 santim bo'ladi. Shunga qarab fundamentini necha metr bo'lsa, o'rlataymiz. Hisoblab yurasiz, uzunligi 60 santim. Telefon qilaverasizlar. Dastlab ketib beramiz Beruniy bo'ylab.